Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlarga Pink Lady olmasini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bugun 20-oktyabr sanasida Pink Lady olmalarimiz shu holatda ranglar oldi. Ko'rib turganlaringiz 8 yoshda, M106 payvand tagligida karlik deb hisoblanadi, yarim karlik. Ko'rib turgan bog'larning 3 ga 1 sxemasida ekilgan do'stlar. Hosildorligi o'ta yuqori, O'zbekiston sharoitiga moslashdi. Xudo xolasa hamma hududlarida bo'lib kelyapti bu olma. -5 gradusgacha daraxtini ustida turaveradi. Uylarga 1 tup, 2 tup, 10 tup ekib qo'ysanglar, ishoninglar, qishdan olmaga to'yib chiqasizlar qishdan xudo xolasa. Mana bu qaranglar. Kichkinagina daraxtda ham yaxshigina hosili bor do'stlar. Albatta buni ko'chatlaridan ko'paytirganmiz. Bu yerdan juda ham ko'p kaltaklarni olib borib payvand qilganmiz. Xudo xolasa zakaz bersanglar, mana shunisi orasida chiqmay, ko'karmay qolgan olmalar o'rniga ekilgan 2 yoshda mevani qaranglar do'stlar. Chiqsa 1 metr daraxt. Mana. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib turib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'chatlarni hal qilmoqchi bo'lsanglar 77 008 6100 raqamlariga bog'lanishlar mumkin bo'ladi do'stlar. Bu tomonlarni ham ko'ringlar, bog'da umumiy ko'rinishi mana. Hosildorligi bo'yicha chempion olmalardan biri. Juda yuqori hosildorligi var.